Erkekler xotiniga sevgi iftor qilib turishligini shariat buyuradi. Payg'ambar alayhissalom Oysha onamizga rayhon sovg'a qilardilar. Hozir gul sovg'a qiladi-yu, bu yangi emas, Rasulullohdan qolgan sunnat. Mana romantika. Payg'ambar alayhissalatu vassalom Oysha onamizni kosalarida suvni ichmoqchi bo'lsalar, Oysha onamiz ichgan joyi topib ichadi. Mana romantika. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, aman aman bu kadar dilek. O yarın yüzünü bir daha görek, aman aman bir daha görek. Gel aman aman yanıma, kıyma bu yazık canıma. Bir kara kaşın, bir kara gözün,